Qattiq o'qing, aqlli tarzda o'qing. Insonni nima muvaffaqiyatli qilishini bilasizmi? Bilasizmi? 3 ta narsa. 3 ta narsa sizni muvaffaqiyatga yetaklaydi. O'zingizni rivojlantirishda to'xtamasdan harakat qilish, o'zlikni anglash va ishlash. Juda ko'p ishlash. O'zingizni rivojlantiring. To'xtamasdan o'sishda, rivojlanishda davom eting. Unib o'sishingizda yordam beruvchi odatlar toping. O'rganishingiz uchun ko'mak bo'ladigan qiziqishlar orttiring. O'zingizni rivojlantirishingiz hozir ayni turgan o'rningizdan boshlanadi. Rivojlanish ta'limdan boshlanadi. Rivojlanish maktabdan boshlanadi. Siz maktabga shunchaki vaqt o'tkazish yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrash uchun emas, balki o'qib, o'rganish uchun kelasiz. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Shunday ekan, qanday qilib eng zo'ri bo'lishni, qanday qilib yetakchi bo'lishni o'rganing. Eng yaxshi olim bo'lib yetishing. O'zingiz bo'lishni istagan kasbda eng zo'ri bo'ling. Do'stlaringiz sizga bu yo'lda to'g'anoq bo'lishiga yo'l qo'ymang. Ular sizni chalg'itishga izn bermang. Ustingizda ishlang. O'z ustingizda ishlang. Ularga nima qo'lingizdan kelishini ko'rsatib qo'ying. Ularga o'zingizning boshqacha ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. O'zingizni rivojlantiring. Qattiq va uzoq o'qing. Bu yo'lda qo'lingizdan keladigan barcha ishni qiling. Muvaffaqiyatli odamlar do'stlari orqasidan ergashish yoki ularni mamnun qilish uchun harakat qilish orqali o'z muvaffaqiyatiga erishmaganlar. Aksincha, ular yetakchi bo'lishgan. Ular insonlarni ortidan ergashtirib, umrini o'zini yanada rivojlantirishga sarflagan. Ular miyasidan imkoni boricha foydalanishgan. Ular o'qishgan, o'rganishgan. Ular imtihonlardan o'z kuchi bilan o'tishgan. Hech kim siz uchun harakat qilmaydi. Faqat o'zingizgina o'zingiz uchun harakat qilasiz. Yolg'iz o'zingizgina ishlaysiz. Agar bunga tayyor bo'lmasangiz, o'z ustingizda ishlamasangiz, siz yutqazasiz. Hech qachon yuta olmaysiz. Doim odamlardan orqada bo'lasiz va hech qachon buyuklikka erisha olmaysiz. Har qanday sohada muvaffaqiyat qozonish uchun avvalo o'zingizni anglashingiz, kim ekanligingizni tushunib yetishingiz kerak bo'ladi. O'zingizning fazilat va nuqsonlaringizdan xabardor bo'lishingiz kerak. Nimani yoqtirishingiz, nimani yoqtirmasligingiz, nimada yaxshi, nimada esa qobiliyatsiz ekanligingizni yaxshi bilib olishingiz kerak. O'rganish usullaringizni, nimalarni yaxshiroq o'rganishingizni aniqlab oling. O'zingizni anglab yetishingiz sizga dadillik bag'ishlaydi. Bu sizning xulq-atvoringizni o'zgartiradi. Shundagina o'qish osonlashadi. Imtihonlardan o'tish yengil tusga kiradi. Hech qachon yetisha olmagan marralaringizga yetisha boshlaysiz. Marraga yetishish va u yerda mahkam o'ringa ega bo'lish sizdan iroda talab qiladi. Buning uchun siz hech qachon taslim bo'lmasligingiz kerak. Orzularingizdan hech qachon voz kechmang. Maqsadlaringizni hech qachon tark etmang. Hayot sizga mashaqqatlar tayyorlaydi. O'qituvchilar esa imtihonlar tayyorlab qo'yadi. Hech kim sizga hayot oson bo'lishini va'da qilib qo'ymagan. Ammo maqsadga erishish qo'lingizdan kelishiga va'da berishi mumkin. Bu sizning qo'lingizdan keladi. Siz yuta olasiz. Siz imtihonlaringizdan o'ta olasiz. Siz eng zo'ri bo'la olasiz. Orzularingizga erisha olasiz. Siz o'zingiz istagan har qanday kishi bo'lib yetisha olasiz. Biroq siz bu yo'lda qat'iyatli bo'lishingiz kerak. Orzuyingizga erishishingizni chin qalbingizdan istashingiz kerak. Orzularingizdan hech qachon voz kechmaydigan darajada ularga muhabbat qo'yishingiz kerak. Xohishingiz shu darajada kuchli bo'lsinki, bu yo'lda uyqudan voz kechishga ham, do'stlaringizni yo'qotishga ham tayyor turing. Maqsadga yetishni shunchalik kuchli istangki, bu yo'lda tinmay mehnat qilishingizga to'g'ri kelsin. Va hech qachon taslim bo'lmang. Taslim bo'lish bu tanlov emas. Siz nimanidir orzu qilayotgan ekansiz, unga erisha olasiz. Agar bajara olaman deb o'ylasangiz, demak bajara olasiz. Shunchaki o'zingizga ishoning. Orzularingizga ishoning va ular uchun kurashing. O'zingizga men albatta yutaman deb ayting. O'zingizga harakat qilishda davom etaman deb uqtiring. Agar muvaffaqiyatsizlikka duch kelsangiz ham davom eting. Yiqilsangiz o'rningizdan turing. Ust boshingizni qoqib,
Maqsad sari yo'lda davom eting. Odamlar ustingizdan kulsa ham to'xtab qolmang. Yutqazsangiz ham to'xtamang. Davom eting. Chunki hayot siz yetgan manzilda to'xtab qolmaydi. Sayohat qiyinchiliklar talab qiladi. O'z orzularingiz bo'lgan munosabatingiz, qat'iyatingiz hech qachon taslim bo'lmaslik kelajagingizni belgilab beradi. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.